امروز یک برنامه متفاوت در قریه خنجه که خوشیبه سلام وطندارای عزیز. البته دوستا امروز یک برنامه متفاوت در قریه‌جات قریه قلیچ‌آباد قرار داریم، چون که ما زیادتر برنامه های ما ولایتی بود، تنها در یک ولایت نبود، حتی ولایت های همجوار و تقریبا 28 ولایت افغانستان گشتیم و بالاخره آمدیم که برنامه های قریه‌جات هم شروع کنیم با اسپانسری شرکت تکنولوژی قدرت نظری. امروز از طرف شرکت قدرت نظری چندین جیوی وای فای برای جوانان توزیع میکنیم. از کسایی که هم پرسان میکنیم که آیا قدرت نظری وای فای قدرت نظری در همین قریه‌جات صحیح هست و راضی هستند، و یک چالش کوچک هم داریم دوستا، حتما با ما باشید. انشالله برنامه ما هم ادامه داره. امروز قریه قلیچ‌آباد، فردا یک قریه و دیگه بالاخره قریه‌جاتی که وای فای قدرت نظری هست، از زمان قریه‌جات ما سر میزنیم دوست. امروز با دست ما چندین جیبی وای فای هست. امروز به گونه رایگان توزیع میکنیم، اما یک چالش کوچک داریم. چندین جیبی هست، البته هر کدامش بسته های متفاوت هست. البته hurmatli ko'ruvchilar, albatta bizlar که qilichobod qaryasida xonimga qanchahoy jivi Wi-Fi bor. Shu yerga akamiz bor ekan, bilash qudrat nazariy Wi-Fidan istifoda qilar ekan. Istifoda qilaman dedilar. Ko'ramiz oldiga avval bir tasmim olib edik ki shu qo'lga qaysi kort bo'lsa o'shani tavsiya qilamiz. Ammo bir cholish degan anjom bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukrlar yaxshimisiz? Sog'misiz? Baxar olam darajarda. Ismingizni bir binodalarga Men Xayrullo Qosimiy. Qariya Qilichoboddan. Xo'p, yaxshi aka, xayrli. Siz qudrat nazariy Wi-Fidan istifoda qilasiz? Mayli, qilamiz. Shu kortlardan qaysisidan bo'ldingizga bir tasvir bor bo'lsa? Farq qilmaydi, har gal ikkitasidan chiqsa shu. Mana. Xo'p. Bir tak bor ekan albatta do'stlar. Bir ta ikkita musha bor kisavizga. Xo'p, ana shunday degan, agar do'stlar sizlar ham shu raqam Wi-Fidan mustafid bo'lgan bo'lsangiz, degan barnomalarga hatman shunday birontasi oldingizga bo'lsin. Albatta bizlar biroz tasmim oldik-ki, har kimda oldi-ki 1 GB va 1 GB, 1 GB va 1 GB tavsiya qilasiz. Ammo birozki avvalin barnomamga avvalin bor siz baravar keldingiz. Bu ham oldingizga to'xtasin. Mana shu yerdan degan asar naql bermaylar. Bir tane kashf qilasiz, men bu yerga qo'lim bilan tutaman deganlarni. Mana shuning uchun shunchalicha bir ta Ahmad 1 GB bir asos ko'p bo'lmadi, kam bo'lmadi. 1 GB ham bor, 1 GB ham bor. Shonsga qaraymiz degan. Farq qilmaydi. 3 GB ham bor. Bir tasini kashf qiling. Bir ta kashf qiling, bir ta. Qancha GB ko'ring? Bir JBga. Tabrik bo'lsin. Salomat. Shu yerga qolsak bu bularga ham bir ta kashf qilsinlar. Qani qolsak uchun keramizki, qolsak assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolsak salomlaringizni bir binodalarga ayting. Ya'niki bir tane shuni ichidan kashf qiling. Qudrat nazarida shu yerda bitta Wi-Fi bor ekan, shuni bilarda istifoda qiladilar kimsa bermasa. Shundan mana bir ta kashf qilingki, bu ham bir 5 ta so'rab bu yerdan tortamiz, 7 GB tortamiz. Shonsizlar do'stlar, unday emas, 7 GB ham bor oldi. Bor ekan, shonsizlik yozgan bor ekan. Shonsizga. Keling, xayr bo'lsin. Ba'zan tabrik bo'lsin, baxir istifoda qiling. 24 soat vaqti bor, ammo deganlarniki 1 oy sonra. So'y tashakkur, zinda bo'ling. Salomat, albatta. Ba'zan ko'rmay olmadi. Mana shuni taydan tortingiz, mana shuni. Taydan torting. 7 GB ham bormi? 3 GB ham bor. Men tortmay, buni tortib olib taydan. Ikkita bor ekan. خوشیبه Internet istifoda qilasiz. 3 GB sizga.
maqsad tabrik bo'lsin hammalarga. Xo'p do'stlar, albatta qanchaho taqriban qancha jibin shu yerga do'stlarni oldiga bir cholish idomi berdik. Oldiga bularni 3 nafarga bakalım, bir jibi, bir ham 3 jibi do'stlarning to'dayiga chiqdi. Albatta yana ham idomasi bor cholishni. Albatta hamisha hammasi birdan emas, yana ham Qilichobod tarafiga boramiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, bizlarga shu yerga Qilichobod qaryasiga namoyandagi Wi-Fi Qudrat Nazarining do'konini oldiga do'stlar. Shu yerga qancha cholish, shu yerga bir ikkita javonlar bor. Hammalaringizga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qudrat Nazarining Wi-Fi dan istifoda qilasiz? Bali. Oldingizga karti bormi? Jibiga. Bali bor. Qani bir kisangizdan chiqaring, qancha bo'lsa o'shani olasiz. Qudrat Nazari bularni oldiga 1 GB bor ekan. 1 GB bor ekan, ammo bizning barnomamiz shunday ediki, 1 GB borga 1 GB, 3 GB borga 3 GB, 7 GB borga 7 GB tavsiya qilsak. Biz hamisha shu 1 GB dan istifoda qilamiz. Ammo biroz cholishimiz ham boshqa izdan sonra. Mana oldimga mana shu yerga qanchaho GB Wi-Fi bor. Qanchaho GB bor degan. Shuni siz birtasini intihob qiling. Bir tane olayım bir. Qancha ekan? 7 GB. 7 GB Qudrat Nazari Wi-Fi'dan mana xo'shchansi barnoma bo'ldi do'stlar. Baxayr istifoda qiling. Tashakkur, zinda bo'ling. Qudrat Nazarining Wi-Fi'dan rozimisiz? Rozimizlar, bali rozi. Xo'p, ish beradi? Yaxshi ish beradi. Albatta do'stlar, sizlar ham agar kelajak barnomaga shuningdek Royagon Wi-Fi'dan istifoda qilmoqchi bo'lsangizlar, agar shunday istifoda qilsangizlar, kartlaringiz oldlaringizga bo'lsin shuningdek. Inshaalloh barnomamizning davomi bor, bizlarni unutmaydi. Albatta do'stlar, barnomamizning davomi Qilichobod qaryasiga bir qancha dasturni, bir qancha javonlarni oldiga dastur oldik. Yana ham shuncha Wi-Fi bor oldimga. Uni ham inshaalloh biroz mana havoni ham ko'rdingiz, shom bo'ldi. Yana ham barnomalarimizda davom bor. Agar sizlardan ham istayman do'stlar, shuningdek bizlarning cholishlarimizga Royagon Wi-Fi Qudrat Nazaridan olmoqchi bo'lsangizlar, shuningdek kartlari oldlaringizga bo'lsin. Shu avval shu barnomalarimiz shunday, sonraki barnomalarga inshaalloh boshqa bir suje intihob qilamiz. Kelajak barnomalarigacha sog' va omon yashanglar.